Keskin muhokamalarga sabab bo'lgan maktab direktor Gulira'no Qosimova hamda Sog'liq bo'lim rahbari bilan bog'liq voqealar yana muhokamalar markazida. Kuni kecha tarqalgan videolarga izoh so'rash maqsadida Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi Shohrux G'iyosov bilan bog'landik. Assalomu alaykum Shohrux aka, yaxshimisiz? Men Demokrat Uzdan Diyor G'ofurov bo'laman. Va alaykum, Diyoraxon tinchmi? Bir-ikki masalada savollarim bor edi sizga, ruxsat bersangiz so'ramoqchi edim. Bemalol, nima gap? Aka, hozir Gulira'no Qosimovani videosi keng tarqalyapti. Hamma muhokama qilyapti. Shuncha video faktlar bor ekan, nega bu masala o'z vaqtida yoritilmagan deb o'ylab qoldim. Yo'q, to'xtang. Birinchidan bizga bu videoni tarqatishga hech qanaqa nafi yo'q. Agarda bizning maqsadimiz bo'lganda edi, biz birinchi kunning o'zida o'sha borib bu ayol kunuzga borib, meni 11 kishi borib tepdi, meni sochimni tortdi, meni yechintirdi deb tuhmat qilgan paytda biz qo'yib yuborardik. Yo'q, aslida holat mana bunday bo'lgan deb turib. Agarda bizani bu ayolni sharmanda qilish niyatimiz bo'lgan. O'sha boshida shuncha mag'zavani ustimizga to'kilishini, shuncha chidab kelganimizning sababi nima? Chunki biz rasmiy organmiz. Biz unaqa birovni sha'nini, qadr-qimmatini sharmanda qilishga anaqamiz haqqimiz yo'q hech qanaqa. Mana hozir sudda ko'rayotgan narsalar bor, o'sha sud bo'yicha hammasi qilgan ishiga javob beradi. O'sha qilgan tuhmatiga ham, boshqasiga ham sudda ham keldi-ku shu narsa. Bironta holat tasdiqlanmadi bu urganligi, boshqa qilganligi to'g'risida. Buni yechintirmagan, o'sha kirib borgan ustiga hamma narsa o'sha sudda bo'lyapti-ku, ochiq oydin bo'lyapti hammasi. Shuning uchun bu bizga umuman keragi yo'q buni bunaqa tarqatish, pastkashlik qilish. Biz haqqimizni o'sha qonun bilan so'rab olamiz. Endi videoga keladigan bo'lsak, bu video qarang. Nalog organlarida bor, sud organlarida bor, prokuratura organlarida bor, o'sha ta'limda bor, aslligi bo'yicha o'sha adliya organlariga ekspertizaga berilgan. Ularda bor bu video. Endi bu ayolga xusumati bo'lgan любой joy odam tarqatib yuborish mumkin. To'g'risini aytayim, men buni birinchi ko'rganimda, haligi video chiqib ketganini, men o'yladimki, bu yana bularni bir sudga o'tkazadigan nayrangi deb o'yladim. Endi bular hozir tushunyapti-ku, o'sha tuhmatlar o'tmaganligini. Hozir bu video tarqadi, keyin bu ayol bitta yarimta tomga chiqib qoladi deb, voydot meni sharmanda qilishdi bu ichki ishlar organlari. Endi men o'zimni o'ldiraman. Ichki ishlar organlari meni videomni tarqatishdi deb baqir-chaqir qiladi. U yerda tasodifan Toshkentdan kelib qolgan blogerlar o'tib ketayotgan bo'ladi-da, ular kimni syomka qiladi. Ketdi hamma joyda yana janjal, yana mana bular tarqatib yorib, ayol sha'nini bulg'ashyapti. Bu ichki ishlar organlari shunday yovuz organki deb yana hamma joyda buni aylantirib sudga bosim o'tkazmoqchi deb o'yladim to'g'risi boshida. Balki shunaqadir, endi hozir bilmayman hali nima bilan tugaydi bu narsa. Bu videodagi holatlar ichki ishlar organlari faoliyatida doimiy uchraydigan narsa bu. Pritonlarga boradi bizanikilar, boshqa joylarga boradi. Unaqa kundalik ishimiz bu. Bu yalang'och erkaklarni